Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Hammanglarning hozirgi vaqti xayrli bo'lsin. Michael Jacksonning o'sib yetilishi, muzikaga qo'shgan tuhfalari va kishilar ko'ngil bo'ladigan har xil temalarni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Undaqda diqqatinglar programmamizda bo'lsin. Michael Morton şirketining yenilki bir bog'chida o'zidan farqlanib ketmaydigan bolalarning erkin ozoda o'ynab yurganligini ko'rib, ularga qarab turib ketdi. Bunda g'amsiz turmushni hargizmi qiyos qila olmaydi. Michael kichik turibla nom chiqargani bilan qalbida cho'nqur azob bor. O'z ixtiyorligi bilan naqsha aytayotgan. Naqshini chin qalbidan so'ydigan bo'lsa-mu, amaliyotda bu nihoyatda mushkul ish edi. Uning ustiga Michael va akillari ham o'qib, ham ishlaydi. Ular hamisha maktabdan qaytib kelib, tamoq yeyishga ulgurolmay, udul unalg'uxonaga borardi. U yerdagi xizmatini tugitib uyga qaytganda yarim kecha bo'lib qolardi. Keyin Michael o'zining balalik cheg'ini aslab mundaq deydi. Balalik cheg'dan tartibla xizmat qilib ketgan odamlarni bak tushunaman. Ularning qanday tirishchilik ko'rsatganini, nimani qurbon berganligini, yana nimalarni o'rganib olganligini bilaman. Yosh cho'ngaygan sari odam duch keladigan ishlarmi ko'paydi ekan. Ma'lum sabablar tufayli o'zimni qiyirib qolgan, ko'pni ko'rgan va nurg'un ishlarni beshidan o'tkazgan odamda kes qilaman. O'tgan kunlarimni o'ylasam, o'zimning amdili 29 yoshga kirganligimga ishonmay qolaman. Durust, naqsha aytish bilan shug'ullanganligimga 24 yil bo'ldi. Ba'zi chaqlarda kishilar mening dumbamga qeqib qo'ysa, o'zimni hayot musobaqasini oxirlashtirish oldida turgan 80 yoshlik bovayda kes qilaman. Mana bu balalik cheg'imdan tartibli xizmatga kirishib ketganligimning natijasi. Baxtli yeri Michael va qarindoshlarining bir yaxshi oilasi bor. Yaxshi dadisi va yaxshi opasi bor edi. Michael va akillarining har bir plastinkasi opasi Katarinaga beg'ishlangan. Opasidimi xeli muzik talanti bor edi. Nay va pianino chalalaydi. U balalarning tan salomatligiga bak ahamiyat beradi. Balalarni bir qitimlik o'yin qo'yishdan vaz kechgizib bo'lsa-mu, kasallikning oldini oladigan vaksina soldirib keladi. U Michaelga naqshi usul talantingni sana Tangri bergan deydi. U vaqt chiqarib balalarni cherkovga olib turadi. Balalarning o'rinliq taraflarini kuchining boricha o'rindab beradi. Balalarning qiziqishini rag'batlantirib turadi. Michael opasidan oq ko'ngillik, qizg'inlik va beg'ishlashni o'rganib oldi. Dadisi balalarga unchalik yaqinlik tuyulmaydi. Biroq dadisi balalarni yomon odamlarning aldab ketishidan saqlaydi. Balalarning qiziqishi va talablarini imkon qadar o'rindab beradi. Balalar uchun muzika, pul va turmush qatorliq hamma jihatlardan to'liq mulozimat qilib beradi. Balalar topgan pulni o'ziga ishlatib olmaydi. Hammani balalari uchun sarf qiladi. Michael Jackson baldur yetilgan talant egasi. Uning muzikaga bo'lgan ishonchi va ko'z qarashi baldurli yetilgan. Bir naqshini ungelayotganda ishlab chiqaruvchi bilan unga olg'uchining shu naqshi muzikaga nisbatan o'z tushunchisi va bir taraf qilish usuli bo'lganiga o'xshash, Michaelning o'z ko'z qarashi bor edi. Mortonda dastlabki qitim plastinka ishlagan chaqdimi, Michael ishlab chiqaruvchi va un olg'uchi bilan nurg'un jihatda o'xshash bo'lmagan fikrda edi. Dastlabda u butunlay boshqalarning fikriga bo'ysungan, boshqalarning digini bo'yicha aytgan. Keyin u o'z fikrini o'tirg'i qo'ygan. Bundaq bo'lganda naqshini texmi yaxshi aytdi. Kishilarni texmi jalb qilg'ili bo'ladi deb qaraydi. 1972-yilga kelganda Michael bash qarindosh Jacksonlar bilan birga plastinka chiqargandan sirt talanti toza urg'ib turg'achqa shirkat uning yolg'iz kishilik naqshlar plastinkasi va maxsus plastinka u yerga borg'um bor yildiz qatorliqlarni nashr qildi. Bularning hammasi chempionlikka erishgan nodir asarlar qatoridan o'rin oldi. 1972-yili 14 yoshlik Michael derizidan qarayman degan naqshini mashq qilyotdi. Ishlab chiqaruvchi mas'ul xodim bilan un olg'uchi Michaelning aytishini yaxshi bo'lmadi deb qarab o'zgartmoqchi bo'ldi. Biroq Michael naqshiga bo'lgan tushunchisi va aytish usulida ching turdi. Ikki tarafdan talash tartish bo'ldi.
Ağır Mixail g'azablanib varqirab ketdi. Hammaylar o'z fikrida ching turishdi. Mixail Berri Gordining yeniga kirib, cho'qim o'z qarishi bo'yicha aytilganligini aytdi. Berri Gordi Mixailni elib ularning yeniga chiqib, un olg'uchiga Mixailning qarishi bo'yicha ish qilinglar dedi. Mushu ish tufaylidan Mixail Berri Gordiga to'limi qoyil bo'ldi. U Berrini iqtidorliq, ig'ir vazifani ishonchlik odamga qo'rqmay topshira oladigan odam ekan deb qaradi. Mixailning naqshi musiqaga bo'lgan talantidan Berri %100 xotirjam edi. Mixailni bakchaklab qo'yishni xohlamaydi. Shuningdan keyin Mixail naqshining ba'zi yerlariga titrangu ovoz qo'shib qo'ydi. Bu uning naqshidagi alohidliklarning biri bo'lib qoldi. Uningdan boshqa u naqshi ohangini va tekstini o'zgartib oladi. Ba'zida qo'shibmi qo'yadi. Mas'ul xodim uning bu qiliqini yoqtirmasimi, biroq bir nima deyolmaydi. Mixail ishni qaytirqinib ishlaydi. Mashqni astoydil qiladi va hamisha xo'shal-xuram yuradi. Mas'ul xodim va boshqa xizmatchi xodimlarning o'ylaydiganimi Mixailga o'xshashla plastinкini yaxshi ishlash, yaxshi natijalarga erishish bo'lg'achqa, ular yanada inoq o'tadi. Ko'zim yo'lingda qizg'in olqishga erishgandan keyin Morton plastinka shirkatidagi har bir xodim cheksiz shodlikqa cho'mdi. Hammaylar bash qayrindosh Jeksonlarni cho'qim g'alaba qiladi deb qaradi va shundoq umidda bo'lishdi. Diana Ross u naqshini bash yoqtirib qilib, bash qayrindoshni dangliq Hollywood tanz kechiligiga qatnashtirdi. Diananing yordami ostida bash qayrindosh Jeksonlar naqshini texmi muvaffaqiyatli o'rindadi. Shuningdan keyin ular yana Amerikalik qora tanli xonim televiziya programmasining taklifini topshirib oldi. Ayni chaqda bash qayrindosh Morton shirkatini deb Nyu-Yorkda o'tkaziladigan o'yin qo'yishdan, ya'ni televiziyaga chiqish fursatidan voz kechgan. Mana endi yana fursat keldi. Buningdan keyin bunday fursatlar texmi ko'p bo'lur. Ba'zida texi yetisholmay rad qilishi mumkin. Orqadan ular yana Diana riyosatchiligidagi Hollywood saroyi nomli cho'ng tipdagi shanbalik san'at kechiligiga qatnashdi. Diana maydonda bosh bo'lib turg'achqa, bash qayrindosh cheksiz hayajonlandi va shodlandi. Keyin shirkatning tashabbusi, bash qayrindoshning orzusi va Diana Rossning xolis yordami ostida bash qayrindosh Jeksonlar bir parcha naqshlar plastinkasi chiqarib, Diana Ross bash qayrindosh Jeksonlarni tunishtirdi deb nom berdi. Peshonasiga yog'liq bog'lab olganlar musiqa atirtining naqshlarini anglatayotgan barliq radio stansiyalari hamda bash qayrindoshning naqshlarini anglatishga boshladi. Mixail va akillari har xil naqshlarni aytib beqishni yaxshi ko'rardi. Klassik naqshlardan dastlabki qitim talantlilarning o'rindash musobaqasiga qatnashganda Maraserining Kim seni so'ydi degan naqshisini aytdi. Yangidan birni tartib chiqarayli qatorliqlarni aytdi. Shunga Diana Ross bash qayrindosh Jeksonlarni tunishtirdi nomli naqshlar to'plamidagi o'xshash bo'lmagan uslubdagi naqshlar o'xshash bo'lmagan qatlam kishilarning talabini qondirib, mayli qayri yosh, o'smir yoki bolalardan tartib hammani o'ziga qartab oldi. Mixail buni o'zlarining g'alaba qilishidagi muhim sabablardan biri deb qaraydi. Amaliyotda bash qayrindosh Jeksonlarning odatdan tashqari ifodalash iqtidori bo'lg'achqa, qandoq naqshi bo'lsin, joy-joyiga tushirib ayta oladi. Shunga har qaysi qatlamdagi har xil yoshdagi anglovchilarni jalb qila oladi. Plastinkalar orqali tonilib, nam chiqargan bash qayrindosh sahnada o'yin qo'yganda texmi olqishga erishdi. Hollywood saroyi san'at kechiligida o'yin qo'yib, asosi puxta naqshi havaskorlarning diqqat e'tiboriga va yaxshi bahosiga erishganligidan Mixail o'zini podshohlardek his qilib, cheksiz faxrlandi. Shuhrat qozongan musiqa atirti o'zining nom-obro'yini, mardiyasini saqlab qolish, qadr-qimmatini o'stirish va ta'sirini kengaytirish uchun cho'qim o'zlariga mos keladigan yangi naqshlarni uzluksiz aytib turishi kerak. Atidan kechgacha ilgari nomini chiqargan bir necha kona naqshisini va haqlar aytib bo'lgan kona naqshlarni aytib kifoya qilmaydi. Shunga Morton shirkati Hol Davisni Mixail va bash qayrindosh Jeksonlar uchun maxsus naqshi ijod qilib berishga alohida taklif qildi va
plastinka ishlashga mas'ul qildi. Ko'zim yo'lingda cho'nglar uchun. Abisi va sen saqlagan muhabbat yoshlar uchun aytildi. Keyin bash qeyrindosh Jeksonlar ayrim holda apamning marvoyiti va Shigar dadam nomli ikki dona plastinka chiqardi. Bu naqshlar Mixail va akillarning ko'nglidagidek edi. Bu naqshlarni aytgan hamon Mixail to'limi kichik chaqlardagi turmushini ko'z oldiga keltirdi. Shunga naqshlardan qaynoq hissiyot urg'ib turadi. Mana shu naqshlardagi qaynoq hissiyot nurg'un bolalarni va cho'nglarni ram qilib olgan. Men u yerda uda 5 hafta chempionlik o'rnini saqlab turdi. Bundaq ahvol kamdan kam uchraydi. Mixail o'zimi bu naqshini bak yaxshi ko'radi. Aslida bu jiddiy tus olgan naqshi bo'lib, Mixail bir bo'lagini qiziqarli qilib o'zgartib atgachga karomat unumga erishgan edi. Bu qizni bayqab qoldim. Sen saqlagan muhabbat qatorliq yaxshi naqshlarni to'plab olib, bash qeyrindosh Jeksonlar o'yin qo'yishlarda ularni aytib qizg'in olqishga erishdi. Muxbir va har soha arboblari bash qeyrindosh Jeksonlarga texmi yaqinlashib, ulardan har xil, ba'zida texi ajoyib g'aroyib savollarni so'raydi. Ular savollarning bir qismini hisobga olmaganda, qolgan ko'p qismiga shirkatning talbi bo'yicha javob beradi. Mixail savollarga javob berib etib, o'zining chaklimiga uchrab qolganligini his qilsa-mu, biroq yana shuniga amal qiladi. Chunki uningga ayonki, Morton shirkatimi o'zlariga ba'zi erkinliklarni bergan. Shundaq javob berish mahoratimi o'zlarining obrazini tiklash va o'zgartish, ya'ni yoritishga foydali edi. Balalar javob berganda xatolik ko'rilmasa-mu, Morton shirkatidagilar yanada xotirjam bo'la olmasdan, balalarni muvofiq javob bera olmasmikin, tani gaplarni va anglag'uvchilarning g'azabini keltirib qo'ydigan gaplarni qilsalarmikin deb maxsus odam nazorat qiladi. Bir qitim bir muxbir qartalliklarning huquqiga oid savol so'rab qoldi. Bu chaqda nazoratchi xodim darhol balalarning o'rnida bash qeyrindosh Jeksonlar muzika atirti faqat bir xil savdo mahsuloti. U ishlarni o'ylab yurmaydi deb javob berdi. Balalar buni anglab bir qismi bo'lib qolishdi, biroq bir nima deya olmadi. Bash qeyrindosh Jeksonlar keng ko'lamda aylanib yurib o'yin qo'ymoqchi bo'ldi va 1970-yil kuzda sayyora o'yin qo'yishni boshladi. Mashhur Madison maydoni bog'chisi, Los Angeles maydoni qatorliq joylarda o'yin qo'yish qeyrindoshlarning burli kutgan umidi edi. Bu go'zal orzu endi amaliyotga aylanayotdi. 1971-yili mangu xo'sh deyolmayman muvaffaqiyat qozongandan keyin Mixail va akillari 45 shaharda sayyora o'yin qo'ydi. Orqadan yana 50 ga yaqin shaharda o'yin qo'ydi. Barg'onligi yerda olqish sadolariga ko'milib ketdi. Bash qeyrindosh Jeksonlarning naqsini anglagan, lekin o'zlarini ko'rib baxmagan mastonalar asabiy qizg'inlik ilkida Mixail, Jimayin, Tayto, Jezi va Marlonlarni kutib oldi. Mixailga nisbatan bu qitimqi sayyora o'yin qo'yish intayin go'zal aslimi bo'lib qoldi. Chunki bu mazgilni u akillari bilan to'limi ijil inoq o'tkazdi. Bu qeyrindoshlar azaldan shundoq inoq va bir-biriga sodiq. O'yin qo'yish jarayonida ular nurg'un joylarni birga o'tkazadi. Nurg'un sat ishlarni birga qilib qo'yishadi. Ular texi kichik bo'lganligi uchun ko'ngil ochdiq deb nurg'un naqshi mastonalari va Morton shirkatidagilarga ko'p qitim badqiliqlik qilib qo'yadi. Mixail cho'ng bo'lgandan keyin shu ishlarni asliginida to'limi pushaymon qildi va o'z-o'zini ayblab ketdi. Ular shu chaqda mehmonxonaning televizorini derizdan tuvanga etib etdigandek qo'pol va topdan chiqib ketgan ishlarni qilmasa-mu, ammo pixildab kulishib turib, derizdan tuvanga chilaklab suv to'katdi. Chiliq-chiliq suv bo'lib ketgan kishilar beshini ko'tarib qarag'inida yoki og'zini buzib tillab ketganida, ular o'zlarini deriza tuvidan uy ichiga etib, bir-birini quchoqlashib, qaqoqlab kulishib ketadi. Ularning yana har xil qoltis o'yinlari bor edi. Ularning amalliqiga mas'ul bel biray uyquga ketganda zalga chiqib kim tez mang'udi deb baslashib o'ynaydi. Yostiqni etib o'ynaydi, chelishadi. Derizdan suvla emas, shar,
qog'oz xalta, meyuchi va qatorliq narsalarni uchib chiqatdi. Ba'zida eshikni qiyo echib, ustiga chelakni suv elib qo'yatdi. Kirib salg'onlikka odam chiliq-chiliq suv bo'lib ketadi. Ular yana boshqa yotoqdagilarning nomida telefon berib, tamoq zakaz qilatdi yoki gezit akeldiratdi. Ondan yotoq egallarining norozi bo'lib, mulozimatchilarni qaytirib etishini ko'rib, xildab kulishadi. Uzun muddat sayohat qilib yurish, muqim turmush kechirolmaslik ularni zeriktirib qo'ydi. Shunga ular ish pushqini chiqarish uchun shundoq ishlarni qilgan edi. Uning ustiga ular sirtqi chiqsala, naqshi mastonilar qo'rishib oladigan bo'lg'achqa, mehmonxonadan hech yerga chiqolmaydi. Biroq ular kundili askilik qilib o'ltirmaydi. Har bir yangi shaharga kelishi bilan vaqtni ching tutib, sayli sayohat qilib oladi. Bu chaqda naqshimastonilar ularni qopsib olishga texi ulgura olmaydi. Ular mehmonxonada oila o'qituvchisining yetakchiligida o'g'inish qiladi va topshiriq ishlaydi. Mixailning adabiyotga bo'lgan qiziqishi va asosini oila o'qituvchisi Rod Vanis yetildirgan. Keyingi kunlikda Mixailning naqsh tekstlarini o'zi yozishida shu chaqda solgan adabiyot asosi muhim rol o'ynadi. Ba'zida Mixail va akillari biror do'konga narsa kerak setib olg'ili kirsila, shu do'konni nasbasatdi. Kishilar ularni to'lib qolsila jidal chiqatdi. Bo'libmi, qizlar xuddi hardek ularga aytilatdi, chirqirishadi. Ularning yuzlari, chochlari, kiyim-kechaklarini silaydi, qo'llarini tutib oladi. Qistilishib, do'kon ichidagi aynak jihozlarini chiqib, nurg'un narsalarni buzib yetadi. Qizlar aslida ularga bo'lgan amroqligimizni ifodalaymiz deb, ularni birmuncha parokanda qilib yetadi. Mixail va akillarining badallari yor bo'lib ketadi. Shundoq ahvolda qolganda, ularning birdan-bir o'ylaydigini cho'qim ko'zini asrab qilish. Eng qo'rqinchli ish Angliyaning Hanslow aerodromida yuz bergan. Bu 5 qarindosh Jeksonlarning tunji qitim Angliyaga berishi edi. Aeroplan Atlantik okeanda uchib atganda uchquvchi ularga qo'nmoqchi bo'lgan aerodromda 10 mingdan ortiq bolalarning yig'ilib, ularni kutib atganligini aytdi. Mixail va akillari qo'rqinidan shu hamon Amerikaga qaytib ketish o'yiga kelishdi. Aeroplanning yiqilg'usi yetmaydiganligi uchun ular amalsiz qoldi. Aerodromda odam beshidan bo'lak hech nimani ko'rgili bo'lmaydi. Keyin Mixail shu chaqdagi tavakkulchiligini o'ylab, akallarim va men shu kuni aerodromdan tirik chiqib olganligimizdan o'zimizni cheksiz baxtli his qildik deydi. Sayyora o'yin qo'yish jarayonida naqshmastonlari sarang'a o'xshab qoladi. Ammo Mixail va akallarining bema'ni chaqchaqlari avjiga chiqadi. Mixail shu chaqda o'tkazgan kunlarini nihoyat ma'nili his qiladi. U akallarim bilan birga o'tkazgan shu kunlardagi aslimimni hech nimaga tan qilmayman deydi. Jezi naqshini yaxshi aytgandekla, basketbolni yaxshi o'ynaydi. Tayto bastlik qavul bo'lib, mashina mastonasi edi. Jemayin Mixail bilan bak yaqin o'tadi. U nihoyat erkin va chaqchaqchi edi. Marlon akillari bilan tang kishilarga hilqidak bema'ni chaqchaqlarni qilganda bo'sh kelmagan bo'lsa-mu, amaliyoti u nihoyat tamkin, astoydil edi. Mixail bu 4 akisi bilan birga yashadi. Birga o'gandi va birga xizmat qildi. Ular nihoyat inoq o'tadi. Bir-biriga yordam beradi. Ordan biri bir taklifni o'tirg'a qo'ysa, qolganlarmi tangli ovoz qo'shadi. Biroq yillar rahimsiz. Mixail va akillar kundan kunga cho'ng bo'ldi. Bir necha akisi orqa-orqadan to'y qildi. Qarindoshlar orasida paydin-pay orliq paydo bo'ldi. To'y qilg'uchi o'z xotini bilan yaqin bo'lib ketib, qarindoshlari bilan yiroqlab ketishdak o'zgarishlarmi paydo bo'ldi. Buningdan Mixail nihoyat beorom bo'ldi. Garchi qarindoshlar yana bir yerga jam bo'la olsa-mu, lekin turmush ularga ilgirkidek erkinlik ato qila olmaydi. Mixail o'zidimi o'zgarishlar bo'ldi. U yangidan naqshi aytishni boshlaganda 5 yosh. 5 qarindosh Jeksonlar Morton shirkati bilan to'xtamlashgandimi, endi 11 yosh edi. Endi bo'lsa, yildan yilga cho'ngib berib atadi. Mixail 14 yoshga kirganda qiyofatida o'zgarishlar bo'ldi. Oldi bilan bo'yi o'sib ketgan edi. Kichik chig'ida uni ko'rib,
keyin ko'rmagan kishilarning nazarida u odamning amroqligini keltiradigan o'moq bola edi. Shu kishilar bo'yi 5 fut 10 diyum keladigan o'ruqqini yigitni ko'rib, uning Mixail ekanligiga ishonmay qoladi. Men Mixail deb tonishlik bergandan keyin ondan ishonadi. Bu albatta tabiiy ahvol. Mixailning kichik chig'idagi obrazi ularning kallasiga o'rnab ketgachga, yep-yangi bir obrazni qabul qilmoqi ta'sidi. Cho'ng bo'lishiga agishib, boshqalarning inkor qilishidek ta'sirga uchrab, Mixailni biyaram qilib qo'ydi. Uning bo'yi o'sibli qolmay, yoshlik davriga qadam qo'yishiga agishib, yuzlariga doni xo'rak chiqishga boshladi. Buningdan u texmi tutib bo'ldi. Aslida u kishining amroqligini keltirgudek yigit bo'lsa-mu, har doim aynak oldiga kelsila, yuziga qarab, o'ziga ishonch qolmaydi. Hatto o'zini kamsitganidan parang qilganda kishilarning yuziga qaramasdan beshini tuvan selib oladi yoki boshqa yoqlariga qarab turadi. Odam bilan ko'rishkusi, sirtqi chiqqisimi kelmaydi. Aksi Marlonning yuzida modani xo'rak bor edi, biroq u parvomi qilmaydi. Ikki qarindoshning mijozi bu jihatda o'xshamaydi. U Mixailning ziyoda sezgur bo'lganligidan edi. Halbuki sezgurlik hamisha dangdor san'atchining bir alohidligi edi. Biroq Mixail sahnaga chiqqan hamon barliq g'am andisini unutib ketadi. Muzik chelinish bilan Mixailning yuragi ritmga agishib so'qadi. Muzikaga beqib butun badani o'ynab ketadi. Muzika bilan bir gavda bo'lib, o'tliq sado yangraydi. Mixailning sezgurligi va ziyrakligi nurg'un taraflarda ifodalanadi. Bir qitim u sahna yetakchisiga "Nega borasan?" degan naqshni aytganda, naqshi aytqach, tomoshabinlar orasiga tushib, plastinkaning qepidagi rasmda kiyib tushgan shlyapasini elib, ondan sahnaga qaytib chiqsa, tomoshabinlarni texmi jalb qilg'ili bo'ladiganligini aytdi. Biroq sahna yetakchisi uni bak bolalarcha xiyol deb qat'iy qo'shilmadi. Natijada uzun o'tmayla yana bir naqshchi Denni Osman shundoq shlyapani kiyib, butun mamlakatda o'yin qo'yib, zo'r olqishga erishdi. Mixail kino va televizordan foydalanib, ziyraklik bilan o'zini tashviq qiladi. Amaliyotda u o'zimo kino va televizorni nihoyat yaxshi ko'radi. Keyin uning bu xizmatga kirishishi ham foyda manfaat, ham qiziqishdan bo'lgan bo'lsin, lekin butun hayoti kino bilan bog'lanishlik bo'lib qoldi. 1971-yili Mixail qatnashgan televiziya karton filmi 5 qarindosh Jeksonlar qo'yildi. 1972-yili Mixail tunji qitim kinochilik ishlariga qatnashib, Yildiz filmidagi shu nomli asosiy naqshisini aytdi. Ovozga elish uyida aytgan naqshisining kino ishida yangrashi Mixailni cheksiz hayajonlantirdi. Bu film kinoxonada qo'yilganda u filmni 10 necha qitim ko'rdi. Biri o'z naqshisining kino ichida aytilishini anglash, yana biri xizmatchi xodimlar tizimligini ko'rish edi. Chunki uningda Yildiz naqshisini o'rindag'uchi Mixail Jekson deb chiqadi. Yildiz naqshisi yana chempionlikqa erishdi. Bu naqsha Mixailning o'z ijodiyati edi. Mixailning nurg'un unalg'u lentalar mukofotlandi. Suratlik naqshi muzika mukofoti Mixailning suratlik naqshi ishlari uchun ko'rinarlik tuhfalarni qo'shganligini taqdirlash yuzidan. Unalg'u lentasi avangard mukofoti Mixail Jekson unalg'u lentasi avangard mukofotiga o'zgartirildi. Ishonimizki, mashhur shaxslar programmasi sizni mashhurlar bilan eng yaqin holatda uchrashtirgusi.